Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu Etbiki kanali. Sizlar bilan o'tgan suhbatimizda Ertuğrul G'oziy haqida gaplashgan edik. Bu mashhur tarix jangchisi haqida juda ham ko'plab ma'lumotlar berilgan. Biz Mo'g'ullar bilan jangga kelgani va tog'asining ovulga kelgani haqida gaplashgan edik. U Mo'g'ullar sultoni, ya'ni bosh no'yoni Baji No'yon bilan duch keladi. Ko'rib turganingizdek, mana shu rasm Baji No'yon. U Ertuğrul juda ham ko'p qiynoqlardan keyin Baji No'yonning qo'lidan qutuladi. Tog'asining ovulida juda ham kam vaqt qoladi. Chunki u yerda siqmayotgan bo'ladi. Baji No'yon juda ham qudratli no'yon bo'lib, u kuchini Chingizxon o'g'li Xondan ham emas, O'g'dey xondan olar edi. Va shuning uchun ham u juda ham kuchli edi. Ertuğrul Oğuz qabilasiga mansub ovulning beyi bo'lib bo'ladi. U juda ham katta janglardan o'tkazib, ulardan biri Vizantiyaliklar bilan bo'ldi. Vizantiyaning so'g'it yerlarini olgandan keyin Saljuqli sultoni unga so'g'it yerlarida muntazam yurishga ruxsat berdi. Uning avlodlari xohlagancha she'rlarga chizishga Saljuqli sultoni Alauddin shaxsan ruxsat berdi. Ertuğrul G'oziy Usmoniylar imperiyasi asoschisi Usmonbeyning otasi bo'ladi. Ertuğrul G'oziy 1188-yil tug'ilib, 1281-yilda vafot etadi. Bu degani u 93 yil umr ko'rgan hisoblanadi. Uning o'g'li Usmonbey juda ham ko'p yerlarni egallab, Usmoniy davlatiga asos soladi va u yerlar hozirgi Turkiya yerlari bo'ladi. Kaylar bayrog'i ko'k rangda bo'lib, unda I, Y va yana I belgisi bo'ladi. U kuch-qudratni bildirgan bo'ladi o'sha davrga. Bu haqida kanalimga yana video joylayman. Buni ko'rishlaringizga maslahat beraman. Vizantiyaliklar juda ham kuchli jangchilar bo'lsa ham, turkiylar juda ham mard, jasur askarlar bo'ladi. Ko'rgan bo'lsangiz, eshitgan bo'lsangiz, sizga aytay, turkiylar O'zbekiston yerlarida bo'lgan, qadimda O'zbekiston yerlarida yashagan va Saljuqli davlatiga asos solib shu yerlarga ketgan va Vizantiya yerlarini egallagan. Hozirgi Istanbul shahri Rim davlatini poytaxti Konstantinopol bo'lgan. Konstantinopolni Usmoniy shohlaridan biri egallab oladi. U juda ham katta davlat poytaxti bo'ladi.
mana shu Ertuğrul G'oziyning haykali. 1188-yil tug'ilib, 1281-yilda vafot etgan. Usmoniylar otasi degan laqabi bo'lgan. Ayrim manbalarda uning qabri bosib olgan So'g'd shahrida bo'lgan deb atashadi. Bu haqida izlanishlar olib boraman. Albatta, men ham izlanishlarni internetda qilaman.